Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi uchrashuvimizga boshlaymiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Kimda qanday savollar bor? Assalomu alaykum. Men Ma'mirov bo'lib xo'jalik bo'laman. Shu jonivorlarni parvarishini o'tkazish bo'yicha 50 million so'mlik kreditga arz topshirganman. Hujjatlarni hammasini taqdim qilganman. Qaysi mahalladasiz? Oqtosh mahallasi. Kafillar hujjatlari ham bor. Bor hamma hujjatlari. Demak, mutaxassisga berasiz. Kafillar o'zi keladi qo'l qo'yishga. Shular. Kafillar chaqirtirasiz. Xudo xolasa 3 kun ichida kreditni chiqaradi. Rahmat. Yana kimda savol bor? Men Rahmonova sohibaman, Xondos mahallasidanman. 50 millionga kredit olmoqchiman, o'sha hujjatlarni qilib kelganman. O'shani qachondan chiqarib berishadi? Kafillarimiz bor demak. Kafillar bor. Kafillar hujjatlarni to'liq tahlil qilgan bo'lsangiz, mutaxassisga berasiz. 3 kun ichida chiqadi. O'zlaringiz olayotgan bo'lsangiz 23% dan beriladi sizga. Hujjatlarni mutaxassisga berasiz, kreditni ko'rib chiqiladi. Yana kimda savol bor? Men Rasad Marjonaman, Nurshon mahallasidan 50 millionlik mikroqarzdan kredit olmoqchiman. Nima yo'nalishda? Parvarish yo'nalishi. Demak, hujjatlar olib kelgansiz, amaliyotdagi hujjatlarni. Kafillarni chaqirasiz, hujjatlarga qo'l qo'yadi. Xudo xolasa sizga ham 23% mahalla loyihasini 23% kredit chiqarib beramiz. Hujjatlarni mutaxassisga berasiz, 3 kun ichida kreditlarni ko'rib chiqiladi. Yani hech kimda savol yo'qmi boshqa? Agar savollaringiz bo'lmasa, rahmat e'tiborlaringiz uchun. Ben istiqlol sho'rloqdanman 5 millionlik yoki 2 millionlik kredit masalasidagi bo'yicha keluvdan o'shanga nima kerakligini bilmoqchiman. Hech qayerda ishlamaysiz? Maslahat kerak. Hech qayerda ishlamaysiz? ishlaydilar. Yo'q, siz o'zingiz ishlamaysizmi? Unda o'zingiz band qilasiz. Mahallangizdan hokim yordamchisi tashkilot olib kelasiz 5 millionlikka. Agar sug'urta qilaman desangiz, sug'urta to'lovini qilasiz. Yo'q, 5 million to'liq olaman desangiz, boya turmush o'rtog'ingiz kafil qilib olib kelsangiz, kredit chiqarib beramiz. Keyin buni qancha vaqt ichida qanchadan to'lashim kerak bo'ladi? 23% dan chiqarib beriladi. 1 yilga bo'ladi muddat. Har oyiga qanchadan to'layman bunda? Bu differensial usulda bo'ladi. Dastlab 570 ming atrofida bo'ladi. O'sha bor kamayib olishi to'lov usuli bo'ladi. Shunda o'sha foizi bilan birga umumiy 1 yilda qancha summaga tushadi o'sha? 23% o'rnida 5 million 6 million qancha? 5 million 8 atrofida bo'ladi. Shunchalik to'laysiz. 5 million naqd olsam, men qaytarishim Plastigingizga tashab beriladi, plastik ochiladi, plastigingizga tashab beriladi. Agar kafil qilsangiz 5 million to'liq tushadi. Sug'urta qilaman desangiz, sug'urta to'lovi olib qo'yiladi. Men turmush o'rtog'im maktabda aholi ishlaydilar, o'sha ular. Oylik oladimi? Bo'ldi, turmush o'rtog'ingiz kafil qilasiz. Agar alimentlar qaytariladigan bo'lsa, shu o'tmaydi. Yo'q, hisoblab beramiz. Hujjatlarni berasiz, hisob-kitob qilinadi. Chiqarib yo'q, turmush o'rtog'ingizga kafil bo'ladi, bo'lmaydi, aniqini aytamiz. Men hozir faqatgina hokim yordamchisidan nima olib kelishim kerak? O'zingiz band qilasiz, hokim yordamchisidan tashkilot olib kelasiz. O'zim band qilishim uchun qayerga qancha to'lashim kerak bo'ladi? Uni Davlat xizmatlari markaziga yoki Davlat soliq qo'mitasiga anaqa murojaat qilasiz. O'sha summasini aytadimi? 1 hafta to'lab bo'ladi. 412. 412. Rahmat. Rahmat sizga e'tiborlaringiz uchun.